Biz sizlar bilan test o'tkazamiz. Xonada iloji boricha hech kim bo'lmasligi kerak. Hozir yoningizda odam bormi, yo'qmi? Yoningizda odam bo'lmagani yaxshi. Давай, alohida xonaga chiqinglar. Ishlamoqchi bo'lganlar alohida xonaga chiqinglar. Zapisda ham keyin qilsanglar bo'laveradi. Hozir kim ota-onasiga yordam bermoqchi bo'lsa, ota-onasiga rahmi kelsa, ota-onasining og'irini yengil qilmoqchi bo'lsa, plyus qo'yinglar. E'tibor qiling gapimga. Kimdir ota-onasiga yordam qilmoqchi bo'lsa, farqi yo'q, ota-onangiz o'tib ketgan bo'lishi ham mumkin, lekin siz ularga yordam qilgingiz bor. Savobingizdan ham bergingiz keladi-da, shunaqa ham bo'laveradi. Shunaqani ham o'ylayveringlar. U Abdurashid, mana shu sizni 5 ta plyusingiz, sizni qarzdorlik dasturingiz. Buni ishlashni o'rgataman. Oijamol O'taganova ham 6 ta plyus. Ibrohimjonda ham shuncha plyus. Klassni tushunarli. Qancha plyusingiz ko'p bo'lsa, demak shunchalar og'ir narsani ko'tarasiz, boshingiz tepasida ko'tarasiz. Toping atrofidagi jismdan, toping. Men sizga hozir nafaqat test, balki birato'la yordam beraman. Hozir taningizdagi ma'lum zaryadlardan tozalanishga. Qancha ko'p plyus qo'yganlar, shuncha og'irroq narsa ko'taringlar. Erkaklar, biz eshitayotgan erkaklar og'irroq narsa ko'taringlar. Biz hozir ishlayapmiz. Turmush o'rtog'i eshitayotganlar bor, boshqa erkaklar bor, biz eshitayotgan. Ota-onangizga yordam qilmoqchi bo'lsangiz, demak qandaydir og'ir jismni ko'taring qo'lingizga. Bu stol bo'lishi mumkin og'irroq, og'irligini kuchaytirish uchun qo'lingizni balandroq ko'taring, sig'may qolsa ekranga. Tepaga ko'taring, ya'ni og'irligini taningiz konkretni his qilish kerak, chuqurroq his qilish kerak. Ayollar shunaqa narsa ko'tarish, to qo'lingiz tolsin. Erkaklar 10 litrli baklashka bo'lsa zo'r bo'lardi, suv to'lash. Shuni mo'ljalini olinglar, erkaklar. Yengillik hayotga kirib kelishini xohlasangiz, og'irroq narsa ko'taring. 1 litr suv bo'lmaydi. Ayollarga 1,5 litrdan 2 ta normalniy har qalay bunday ko'targanda menimcha yaxshi ozgina ko'tarsa bilinadi. Yo'q, ko'taringlar hozir. Og'irlikni ko'taringlar boshinglar tepasiga. Faraz qiling, meni qo'lim tikka ko'tarilgan, faqat tasavvur qiling-da. Mana shunday ko'taring. Tasavvur qiling. His qiling ota-onangizga yordam berayotganingizni. Ovozni chiqarib, o'zingizga takrorlang. Men ota-onamga yordam beryapman. Ko'tarib his qiling, men ota-onamga yordam beryapman. Demak, og'ir yukni ko'tarib turibsiz va gapiryapsiz. Men ota-onamga yordam qilyapman. Og'irlikni his qiling. Qo'lingizda turgan og'irlikni his qiling. Ayting. Men ota-onamga yordam qilyapman. Ko'targanlar og'irlikni yana ham yaxshiroq his qilinglar. Hozir DNK'dagi og'irlikni ko'rishni boshlayapsizlar. Ayting o'zingizga, men ota-onamga yordam beryapman. Endi tasavvur qiling, yoningizdan yengillik o'tib ketyapti. Yengillik, serobgarlik, muvaffaqiyat o'tib ketyapti. Siz ota yukni ko'tarib turibsiz. Siz yoningizdan muvaffaqiyat, yengillik, serobgarlik o'tib ketyapti. Siz yukni ko'tarib turibsiz, qo'llaringiz band, uni ola olmayapsiz, yoningizdan o'tib ketyapti. Siz yukni ko'tarib turibsiz, yoningizdan omad, serobgarlik, pullaringiz, muvaffaqiyatingiz o'tib ketyapti, lekin sizning qo'llaringiz band. Sizning qo'llaringiz band. Tayyormisiz yukni qo'yib, omadingizni olishga tayyormisiz? Muvaffaqiyatingizni olishga tayyormisiz? E'tibor qiling. Chestni tekshiring holatingizni hozir. Tayyormisiz muvaffaqiyatingizni olishga yuklaringizni qo'ygan holatda? Qo'llaringiz band, qo'llaringizdan ola olmaysiz. His qiling, taningizni tekshiring, hozir biz bilan bo'lishasiz. Demak, og'ir yukni ko'tarib turibsiz, yoningizdan omadingiz o'tib ketyapti, baxtingiz, muvaffaqiyatingiz o'tib ketyapti, yengilligingiz o'tib ketyapti, erkinligingiz o'tib ketyapti, sizning qo'llaringiz band. Savol, tayyormisiz ularni qo'yib olishga? His qiling. Nima hislar kelayotganini biz bilan bo'lishasiz. Nima his qilyapsiz desam, olgim kelyapti deyapsizlar. Hurmatli qatnashchilar, hislarni gaplashyapmiz. Hislarni gaplashyapmiz. His, nima his qilyapman? Qo'yib ola olamanmi? Nima his qilyapman? Shuni qilmoqchi bo'lsam deylar. Orzu bitta qarab qo'ying, nima deb yozganingizga to'g'rilang. Og'irlikni toliqish, alamim keldi. Aha, olaman. Ha. Abdurashid, yaxshiroq tekshiring. Siz ota-onangizga yengillik qilish uchun yukni ko'tarib turibsiz. Siz bu og'irlikni qo'yib uni olishga tayyormisiz? Boshqatdan tekshiring. Qo'llarim og'ridi. Albatta achinish, olaman. Og'irlik. Men faqat shu yukni qo'ysam bo'ldi. To'g'risi qo'lim og'rib qoldi, tashlab yuborgim kelyapti. Yana yig'ladim, молодец. Vijdonim qiynalyapti. Da Jumabayevna, da, mana haqiqiy vijdonim qiynalyapti. Men hislarni so'rayapman-da. Tak. Hozir yana davom ettiramiz. Qo'lim tolib ketdi. Yaxshi. Belimda ham og'riqda. Hozir biz DNK'dagi bitta dastur bilan ishlayapmiz.
Men o'rganib qolgan ekanman. Shunchalar muzdek bo'lsa ham qo'limdagi chidash menga oson. Молодец. Juda chestный javob bo'ldi. Abdurashid, shu javoblarni o'qing-da, ozgina o'zingizni his qilishga harakat qiling. O'zimga rahmim keldi. Молодец. Ozgina qo'rquv bo'lyapti. Aha. Siz bilan уже ishlayapmiz hozir. Qopqog'imda og'riq bo'ldi. Aha. Ko'kragimgacha og'ridi. Aha. Buni mohiyatini men 10-15 minutda, 1 soatda ham yetkazib bera olmayman. Ya'ni qanaqa ish qilayotganimizni yetkazib bera olmayman mohiyatini. Buni alohida o'qishingiz kerak. Lekin hozir qanday ishlashni o'rganyapsizlar. Siz bugun buni tushunasizmi, tushunmaysizmi, bu уже ishlayapti. Titrarim. Aha. Bu boshqa gap. Даже shu kerak ma'qulday. Jumabayevda. Qo'limni qo'yib qo'ysam, keyin menga hech kim menga rahmi kelmay qo'yadi-ku. Qarang. Ya'ni qo'yishdan ham qo'rquv bor, qo'yib qo'yishdan ham qo'rquv bor. Meni og'rimi kim ko'taradigan qo'rquv bor. Juda ajoyib. Bechorashka his qilyapman. Qo'lim tolib, yuragim ham tolgandek bo'ldi. Sabrim yo'qligini his qildim. Xuddi og'ir yuklarni ko'tarib yurishga o'rganib qolgan ekanman. Aslida hozir hamma xuddi shunaqa bo'lyapti Rohila Jumabayevna, lekin kimdir buni chiqarib bera olmayapti, ichidan chiqarib bera olmayapti. Именно shunaqa yukni ko'tarib o'rganib qolgan odam. Tushunyapsizlar-a? Ota-onaning yuki bilan yashab o'rganib qolgan odam. Nima uchun ota-onaning yuki bilan yashaydi inson? Chunki ota-onani ojiz deb o'ylaydi. Chunki ota-ona bechora deb o'ylaydi. Chunki ota-onaga past nazarda qaraydi. Ota-onaga past nazarda qaragan odam ichidagi juda katta kuchiga ulana olmaydi. Nariga chiqarib bering shu gapimni. Ota-onani ojiz deb bilgan, ota-onaga past nazarda qaragan odam, ota-onaga yordam beraman degan odam ichidagi katta kuchga ulana olmaydi. Hozir buni anglayotganinglar уже yarim ishni qilyapsizlar deganim mana. Qo'lim toldi, yostiqni boshimga qo'yib oldim. Shu turishda o'tirish qulay, tashlashdan ham dedim. Dilafruz, boshimda yurak urishib eshitildi, tashlab yubordim. Maqsadimga yugurib borgim kelyapti, qo'limda yukni tashlay olmayapman. Azizichka, молодец. Mana bu haqiqiy rostakam his-da. Bu hisni siz butun umr ko'tarib yurgansizlar. Tushunyapsizlarmi? Hamma menga rahmi kelgani yaxshi edi, yuk ko'tarish qulay menga. Qarang, juda ajoyib. Xuddi shu holatda butun umr ko'tarib yurganmiz-da, tushunyapsizlarmi? Farzand ota-onani duo qilish kerak. Xuddi men shunga o'zimni majburdek his qilganman. Nafaqat duo qilish kerak, u yerda boshqa ishlar ko'p. Kech xuddi yonimdan o'tayotganlar menga tegishli emasdek, menga mumkin emasdek. Молодец, Maftunachka, молодец. Bu chuqur haqiqiy anglashni yozganlar, prosta tushuninglar, ma'lum foiz yechilyapti sizda, chunki siz buni tagiga yetyapsiz. Tushunyapsizmi? Mohiyatini nima deydi? Energiya o'tish kerak bo'lgan joyga yetib kelyapsizlar. Mana haqiqatda yoza olganlar, hissini yoza olganlar o'sha joygacha energiya yetib borishni boshladi degani. Oldin qotirib qo'ygan joylaringiz, haqqim yo'q degan joylaringiz, ruxsat yo'q joylarga energiya kirib borishni boshladi. Xuddi shunaqa yashaganmiz. Hozir ham yashaymiz. Biz buni to'g'ri deb o'ylaymiz. Eng qizig'i biz buni to'g'ri deb o'ylaymiz. Merosdan achinish past nazar, ular ojiz deb qararkanman. Молодец, Jumabayev. Ustoz, men shu yukim ota-onamning yuklari deb tushundim. Конечно, ota-onangiz yuklari, конечно, ota-onangiz. Men ham xuddi shunaqa deyapman. Men qo'limdagini tashlab yubordim. Endi yig'i kelyapti. Aytayapman-ku, sizlarda уже mana angladingiz, chuqur keldingiz degan odamlar уже sizda energiya boshlandi. Yig'lang, конечно, yig'lab olinglar. Shum yetmadi ko'targanim. Buni qayta qilganinglarda yana ham hislaringlarni ko'rib olasizlar, aniq hislar ko'rib olasizlar, уже sizni ong ostingizda yengillik boshlanadi. Prosta shu qismini qilishingiz o'zi sizni ong ostingizda kerakli jarayonlarda yurgizishda boshlaydi. Qarang, shu qismini o'zi. Mana siz yukni ko'tarib turibsiz, maqsadingiz, omadingiz o'tib ketyapti. Buni hayotda ko'rishni o'rganasiz. Qayerda sizni imkoniyatingiz o'tib ketayotganini ko'rishni o'rganasiz. Amaliyotda shu qismini o'zini qilish bilan siz ko'rasiz o'sha joyni, ko'rishni o'rganasiz. Qayerda imkoniyatlar bor sizga, qayerda omad bor sizga, siz ko'rishni o'rganasiz. Buni ishlash, yukni qo'yish, bu rosa chuqur ish. Ya'ni ma'lum tayyorgarlikni talab qiladi, chuqur tushunishni talab qiladi. Maqsadimga ham borgim kelyapti, ota-onamning yuklarini ham tashlagim kelmayapti. Именно shu narsani Azizichka hamma his qilganligi uchun resurs tugab qoladi. Bir payt o'zida u yoqqa ham borgingiz keladi, bir payt o'zida ko'targingiz ham keladi. Shuni o'zida biz joyimizda turaveramiz. Xuddi shu holat bo'lganligi uchun biz qadam bosa olmaymiz oldinga. Yukni qo'yaylik. Hali ham qo'ymadinglar. Tak,
qarang, yukni gрамотный qo'yamiz. Boshqatdan ko'taringlar yukni, hamma meni eshitsin. Yukingiz ko'tarilib turibdi, hech narsa yozmayapsiz. Yukni ko'tarib turibsiz. Umuman yuk ko'tarmaganlar kichkina narsani bo'lsa ham ko'tarib turinglar, prosta tushunib olish uchun. Tak, yukni ko'taryapsiz. Qarang, yonboshingizga qarang. Yonboshingizda ota-onangizga qarang. Yukni ko'tarib turibsiz, ota-onangizga qarang va ularga gapirishni boshlang. Orqamdan qaytaring gapirishni. Biz gрамотный qo'yishni o'rganamiz. To'g'ri qo'yishni o'rganamiz. Qo'lingizda, tanangizda og'irlik his qiling. Chaqiring hamma og'irlikni, hamma hislaringizni chaqiring. Ota-onangizga gapirishni boshlang. Orqamdan qaytaring ovozingizni chiqarib. Endi yoningizda odamlar bo'lsa, ovozingizni ichingizda qilaverasiz. Otajon, onajon, siz kattasiz, men kichkinaman. Siz menga hayotni sovg'a qildingiz. Sovg'a uchun qarz bo'linmaydi. Onajon, otajon, hayot uchun sizlardan minnatdorman. Men sizlarni ojiz deb o'ylab, sizlarni yukinglarni ko'tarib olgan ekanman. Endi angladim. Sizlar shunchalar kuchli ekansizlarki, natijada menga hayotni yetkazib berdinglar. Agar farzandingiz bo'lsa davom ettiring. Sizlar shunaqa kuchli ekansizlarki, natijada hayot meni bolalarimgacha yetib keldi. Endi men sizlarni kuchingizni ko'ra olyapman. Onajon, otajon, bu yuklarni endi men ko'tara olmayman. Endi men sizni taqdiringizni hurmat qilgan holatda yuklarni sizlarga topshirishga tayyorman. Sizlarga bu yuk judayam yengil ekan. Yoki yuk emas ekan. Egilib qo'ying, ota-onangiz oyog'idagi yukni egilib qo'ying. Egilib qo'yganingizda qo'llaringizni pastga osiltiring. Tanangizni shunaqa egilingki, xuddi tepasiga yuk qo'ysa tushib ketadigandaqa egiling. Hech qaytingizga qo'yib bo'lmasin yukni. Shunaqa egilingki, hech qayingizga yuk turmaydigandaqa egiling. Xuddi yuk qo'ysa tushib ketadigandaqa egiling. His qiling, ota-onangizni kuchini ko'rishda boshlang. Xuddi ota-onangiz sizdan 2 baravar kattalashib ketayotganini his qiling. Judayam katta bo'lib ketganini his qiling. Ota-onangiz sizdan judayam katta bo'lganini his qiling. Egilgan holatingizda siz kichrayib borayotganingizda ular kattayib borayotganini his qiling. Boshingizni ko'taring egilgan joyingizdan. O'giriling, orqangizni qiling ota-onangizga, ota-onangiz orqada qolsin. O'ng tomoningizda dadingiz, chap tomoningizda onangiz. O'ng tomoningizda otangiz, chap tomoningizda onangiz. O'ng yelkangizga otangiz qo'lini qo'ysin. Chap yelkangizga onangiz qo'lini qo'ysin. His qiling, yelkalaringizda juda qudratli insonlarning qo'llari turganini. E'tibor qiling gapimga. Qudratli insonlar qo'lini qo'yganini his qiling. Sizdan 2 baravar baland, kuchli, qudratli insonlar qo'lini qo'yganini his qiling. O'zingizni juda ham kichkina his qiling ularda oldida. Qo'llar yelkangizda turganini his qiling. Ular o'zini kuchidan sizga berayotganini his qiling.
o'zini qudratidan sizga berayotganini his qiling. Qo'llar orqali taningizni energiya to'ldirayotganini his qiling. Ishonch, sevgi, tayanch, loyiqlik, o'ziga bo'lgan hurmat, hammasi to'layotganini his qiling. Ota-onangiz qo'li orqali tanangizga o'tayotganini his qiling. Tanangizga energiya to'ldirayotganini. Endi sizda kuch-qudrat yetarliligini his qiling. Ro'paringizda 3 qadam oldinda sizni omadingiz, sizni hayotingiz, muvaffaqiyatingiz, serobgarligingiz, imkoniyatlaringiz, pullaringiz, hamma ne'matlaringiz turganini ko'ring. 3 qadam oldinda. Ota-onadan olgan kuchingizda ularga qarab borishni boshlang. Bu kuch, ota-onangiz kuchi sizni xuddi ko'tarib, sizni omadingizga, imkoniyatingiz, muvaffaqiyatingiz, serobgarligingiz, ishonchingiz hammasiga sizni olib borganini his qiling. Kelishing o'zingizni omadingiz, imkoniyatingiz bilan, hammasi bilan birlashishni boshlang. Chuqur nafas oling. Ushlab qoling nafasingizni, sekin chiqaring. Buyruq bering DNKlaringizga. Hozirgi jarayon hammasi eslab qolinsin deb. Yana bir marta chuqur nafas oling. Nafas chiqarayotganingizda buyruq bering, DNKlar eslab qolsin deb. Hozirgi jarayonda eslab qolsin. O'sha joyga o'tirib oling. Ozgina o'tiring shu joyda, birlashayotgandek. His qiling birlashayotganingizni. Tanangizda yangi dastur joylashayotganini his qiling. Imkoniyat, yengillik dasturi, erkinlik dasturi, ishonch dasturi, borliqqa ishonch, o'zingizga ishonch dasturi. Endi mumkin degan dastur. Ovoz chiqarib ayting. Menga mumkin. Buni ko'p-ko'p aytib yurasiz endi. Menga mumkin. Menga muvaffaqiyat mumkin. Menga ko'p narsani xohlash mumkin. Menga rivoj mumkin. Menga bola bo'lish mumkin. Tanangizda bu mumkinni ta'mini his qilishni boshlang. Ko'zingizni yumib ayting. Menga mumkin. Taxminan keltiring. Nima mumkin sizga? Qanaqa summa mumkin sizga? Qanaqa imkoniyat mumkin sizga? His qiling tanangizda. Bo'lishing, nimani tushundingiz, nimani angladingiz? Mana endi fikrlaringiz bilan bo'lishing.